Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni ochiq va sodda qilib tushuntiraman. Pensiya guvohnomasi faqat men pensionerman degan qog'oz emas. Ko'pchilik uni sandiqda, papkada yoki telefon g'ilofida saqlab yuradi, lekin uning orqali olish mumkin bo'lgan bir qancha imtiyozlar, yengilliklar va huquqlar haqida umuman bilmaydi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangiz, bu bobongiz, qarindoshingiz yoki o'zingiz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, bugungi video sizga pulni tejash, ortiqcha sarson bo'lmaslik va davlat tomonidan berilgan huquqlardan to'liq foydalanishga yordam beradi. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda odamlar ko'pincha kech bilib qoladi. Kech bilgan imtiyoz esa ba'zan yo'qotilgan pulga teng bo'ladi. Avval pensiya guvohnomasi oddiy hujjat sifatida ko'rilardi. Odam pensiyaga chiqadi, unga guvohnoma beriladi. Shu bilan ish tugagandek tuyulardi. Ko'pchilik pensiya kartamga pul tushsa bo'ldi, guvohnoma nimaga kerak deb o'ylardi. Ammo amalda pensiya guvohnomasi sizning ijtimoiy maqomingizni tasdiqlaydigan muhim hujjat hisoblanadi. Ya'ni u sizning yoshga doir pensioner. Nogironlik pensiyasi oluvchi yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchi ekaningizni ko'rsatishi mumkin. Bugun ko'p xizmatlar raqamlashtirilgan. Ma'lumotlar bazalarda bor, arizalar elektron tarzda topshiriladi. Bank kartalari orqali pensiya olinadi. Lekin shunga qaramay ayrim joylarda aynan guvohnoma yoki uning elektron tasdig'i so'raladi. Masalan, dorixonada chegirma bor yo'qligini bilishda, ijtimoiy yordam olishda, sanatoriy yo'llanmasida, kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya masalasida, soliq yoki notarial amaliyotlarda pensioner maqomini isbotlash kerak bo'lib qoladi. Eng katta muammo shundaki, odamlar imtiyoz borligini bilmaydi. Ikkinchi muammo, bilgan odam ham qayerga murojaat qilishni, qanday hujjat kerakligini, arizani qanday yozishni bilmaydi. Uchinchi muammo, ba'zi imtiyozlar avtomatik berilmaydi. Ya'ni siz haqli bo'lsangiz ham ariza bermasangiz, hech kim sizni uyma-uy yurib qidirib kelmaydi. Men bugun aynan mana shu yashirin jihatlarni bittalab tushuntiraman. Pensiya guvohnomasining eng oddiy, lekin eng foydali vazifasi sizning maqomingizni darhol isbotlashidir. Bu nimaga kerak? Masalan, siz biror tashkilotga bordingiz. Sizdan pensioner ekaningizni tasdiqlang deyishdi. Agar qo'lingizda guvohnoma bo'lsa, siz ish joyidan ma'lumotnoma, bankdan ko'chirma yoki boshqa qog'ozlarni yig'ib yurmasligingiz mumkin. Hayotiy misol olaylik. 68 yoshli otaxon mahallaga ijtimoiy yordam masalasida murojaat qiladi. Undan daromadlari, oilaviy ahvoli va pensiya olish haqida ma'lumot so'raladi. Agar u guvohnomasini ko'rsatsa, kamida bir bosqichda o'z maqomini tez tasdiqlaydi. Yana bir misol. Dorixonada ayrim ijtimoiy toifadagi fuqarolar uchun chegirma aksiyasi bo'lishi mumkin. Sotuvchi pensioner ekaningizni tasdiqlang desa, pasport yoshi yetarli bo'lmagan holatlar ham bo'ladi. Chunki hamma pensiya yoshi bir xil emas. Ayrimlar imtiyozli ish staji bilan avvalroq chiqishi, ayrimlar nogironlik pensiyasi olishi mumkin. Shu sababli men doim aytaman, pensiya guvohnomangizni yo'qotib qo'ymang. Nusxasini oling. Telefoningizga suratini saqlab qo'ying. Lekin esda tuting, surat har doim ham original o'rnini bosmaydi. Rasmiy joyda asl nusxa yoki elektron tasdiq so'ralishi mumkin. Ko'pchilik pensionerlar eng ko'p qiynaladigan joy kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi, uy-joy xizmatlari. Pensiya miqdori cheklangan, narxlar esa doim o'zgaradi. Ayrim toifadagi pensionerlarga, ayniqsa yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan yoki alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga kommunal xarajatlar bo'yicha yordam, kompensatsiya yoki mahalla orqali moddiy ko'mak berilishi mumkin. Bu yerda muhim nuqta bor. Oddiy pensiya guvohnomasi hamma kommunal to'lovni avtomatik kamaytiradi degani emas. Lekin u sizning arizangizga asos bo'ladigan asosiy hujjatlardan biri. Siz pensioner ekaningizni, daromadingiz cheklanganligini, oila tarkibingizni ko'rsatib, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari orqali yordam so'rashingiz mumkin. Masalan, 72 yoshli ayol yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Qishda gaz va elektr uchun 1,2 ming so'm to'laydi. Doriga yana 300 ming so'm ketadi. U menga hech qanday yordam berilmaydi deb o'ylab yuradi. Aslida u mahallaga borib yolg'iz yashovchi pensioner sifatida ro'yxatga kiritilishi, moddiy yordam yoki ijtimoiy xizmat masalasini ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Bu jarayonda pensiya guvohnomasi kerak bo'ladi. Men tavsiya qilaman. Har yili kamida bir marta mahallangizdan yoki
tuman ijtimoiy himoya bo'limidan pensionerlar uchun hozir qaysi yordam turlari bor deb yozma yoki og'zaki so'rang. Chunki dasturlar o'zgaradi, hududiy imkoniyatlar ham farq qiladi. Pensiya yoshidagi inson uchun eng katta xarajat ko'pincha oziq-ovqat emas, aynan dori-darmon bo'ladi. Qon bosimi, qandli diabet, yurak bo'g'im, ko'z eshitish, operatsiyadan keyingi reabilitatsiya, bularning hammasi pul talab qiladi. Pensiya guvohnomasi tibbiy muassasalarda sizning ijtimoiy maqomingizni tasdiqlashga yordam beradi. Ayrim holatlarda pensionerlar bepul tibbiy ko'rik, dispanser nazorati, ijtimoiy dorilar ro'yxati, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun reabilitatsiya vositalari, protez ortopediya buyumlari, eshitish moslamasi yoki sanatoriy yo'llanmasi bo'yicha navbatga qo'yilishi mumkin. Bu hamma pensionerga bir xil beriladi deb tushunmang. Odatda kasallik turi, nogironlik guruhi, shifokor xulosasi, daromad holati va mahalliy tartiblar muhim bo'ladi. Hayotiy misol, 16 yoshli erkakda qandli diabet bor. U har oy dori oladi. Lekin poliklinikada qaysi dorilar ijtimoiy ro'yxat bo'yicha berilishi mumkinligini so'ramagan. Natijada 1 yil davomida ortiqcha 2 million so'm sarflagan bo'lishi mumkin. Agar u shifokorga borib pensiya guvohnomasi, pasporti, tibbiy kartasi bilan murojaat qilsa, hech bo'lmaganda o'ziga tegishli dasturlarni tekshirtirib oladi. Men mutaxassis sifatida shuni aytaman. Tibbiy imtiyozni eshitdim, menga ham bering deb emas. Hujjat bilan talab qilish kerak. Shifokordan tashxis bo'yicha yozma xulosa, retsept, yo'llanma va kerak bo'lsa komissiya qarorini so'rang. Og'zaki gap keyin yo'qoladi, hujjat qoladi. Ko'pchilik bu imkoniyatni umuman bilmaydi yoki sanatoriy faqat tanishi borlarga deb o'ylaydi. Aslida ayrim toifadagi pensionerlar nogironligi bo'lgan shaxslar, mehnat faxriylari yoki tibbiy ko'rsatmasi bor fuqarolar sanatoriy sog'lomlashtirish yo'llanmasiga ariza berishi mumkin. Bu jarayonda pensiya guvohnomasi, pasport, tibbiy xulosa, ba'zan nogironlik hujjati va mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Bu imkoniyatning yashirin tomoni shundaki, odam navbat borligini bilmaydi. Bugun borsangiz, ertaga yo'llanma berilmasligi mumkin. Lekin siz ro'yxatga kirsangiz, navbat yetganda foydalanasiz. Masalan, 7 yoshli onaxonga bel va bo'g'im og'rig'idan qiynaladi. U har yili uyda ukol olib yuradi, lekin reabilitatsiya yoki sanatoriy masalasini so'ramaydi. Agar poliklinika orqali tibbiy ko'rsatma olsa va tegishli idoraga ariza topshirsa, sog'lomlashtirish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Bu yerda men alohida ogohlantiraman. Sanatoriy yo'llanmasi pullik, qisman imtiyozli yoki bepul bo'lishi mumkin. Bu sizning maqomingiz va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun hamma pensioner bepul boradi degan gapga ishonmang, lekin menga baribir tegmaydi deb ham o'zingizni mahrum qilmang. Tekshirish bepul, ariza berish esa sizning huquqingiz. Ayrim shahar va hududlarda pensionerlar uchun jamoat transportida chegirmalar, bepul yurish huquqi yoki maxsus ijtimoiy transport xizmatlari bo'lishi mumkin. Bu ham respublika bo'yicha bir xil bo'lmasligi, mahalliy qarorlar, yosh toifasi, nogironlik holati yoki alohida maqomga bog'liq bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasi bu yerda yana asosiy tasdiqlovchi hujjat vazifasini bajaradi. Masalan, bir pensioner shahar avtobusda har kuni poliklinikaga qatnaydi. Bir tomonga 2000 so'm, qaytishga 2000 so'm, oyga 20 marta borsa 8000 so'm ketadi. Agar u hududda transport imtiyozi borligini bilsa, oyga shu pulni tejashi mumkin. Bu bir qarashda kichik ko'rinadi, lekin yiliga 9-6 ming so'm bo'ladi. Pensiya uchun bu katta mablag'. Yana bir nozik jihat. Ayrim xizmat joylarida pensionerlar uchun navbatsiz yoki ustuvor xizmat ko'rsatish tartibi bo'lishi mumkin. Masalan, poliklinika, ijtimoiy xizmat markazlari, ayrim bank bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlarida keksa yoshdagilar uchun alohida e'tibor beriladi. Buni talab qilayotganda janjal qilish shart emas. Xodimga xotirjam ayting. Men pensionerman. Sog'lig'im sabab uzoq navbatda tura olmayman. Ustuvor qabul qilish imkoniyati bormi? Ko'p holatda muammo hal bo'ladi. Bu juda muhim bo'lim. Pensionerlar ko'pincha uy-joy, yer, meros, kadastr, soliq masalasida ortiqcha to'lov qilib yuboradi. Nega? Chunki ular o'z maqomiga tegishli yengilliklar bor yo'qligini tekshirmaydi. Ayrim toifadagi pensionerlar uchun mol-mulk solig'i, yer solig'i yoki boshqa majburiy to'lovlarda imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bularning aniq qo'llanilishi amaldagi qonunchilik, mulk turi, maydoni, ro'yxatdan o'tgan joy va shaxsning maqomiga bog'liq. Misol, pensionerning bitta uyi bor. Har yil soliq xabarnomasi keladi, u indamay to'laydi.
Lekin u soliq organiga borib yoki elektron xizmat orqali men pensionerman, menga qaysi imtiyozlar qo'llanadi deb tekshirtirmagan. Agar imtiyoz mavjud bo'lsa, ortiqcha to'lov kamayishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Ba'zan imtiyoz avtomatik tushadi, ba'zan esa hujjat taqdim etish kerak bo'ladi. Men tavsiya qiladigan amaliy yo'l pasport, pensiya guvohnomasi, kadastr hujjati yoki mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat bilan soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Menga pensioner sifatida mol-mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyoz qo'llanadimi? Shaxsiy hisobimda ortiqcha to'lov bormi deb so'rang. Agar javob og'zaki bo'lsa ham, iloji bo'lsa yozma, izoh yoki elektron kabinetdagi ma'lumotni chiqarib oling. Pensiya kartaga tushadi, lekin bank xizmatlarida ham odamlar ko'p narsani bilmaydi. Pensiya oluvchi sifatida siz bankdan komissiya, karta muddati, SMS xabarnoma narxi, naqd pul yechish shartlari, ishonchnoma orqali olish tartibi, vafot etgan pensionerning to'lanmay qolgan summasi kabi masalalarni aniq so'rashingiz kerak. Ba'zan pensioner har oy boshqa bankomatdan pul yechib komissiya to'lab yuradi. Masalan, oyiga 15-20 ming so'm komissiya bo'lsa, yilga bir taqdim 2 ming so'm. Bunga SMS xabarnoma, karta almashtirish, noto'g'ri yechib olishlar qo'shilsa, pensiya oluvchi sezmagan holda pul yo'qotadi. Pensiya guvohnomasi bankda sizning pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlashga yordam beradi. Lekin albatta pasport ham kerak bo'ladi. Yana muhim masala, yosh katta odam kasal bo'lib qolsa, pensiyani kim oladi? Bu yerda o'g'lim olib keladi degan og'zaki gap yetmaydi. Bank va pensiya to'lovlari uchun ishonchnoma tartibini oldindan to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Aks holda odam shifoxonada yotib qolsa, oilasi pulni olishda qiynaladi. Men ko'p uchratgan vaziyat, onaxon yurmay qolgan, kartaning PIN kodini faqat o'zi biladi. Karta muddati tugagan, farzandlari esa rasmiy ishonchnomasiz hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun sog'lom paytda bankdagi tartiblarni aniqlab qo'yish kerak. Pensiya guvohnomasi notariusda har doim to'lovni kamaytiradi deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Lekin ayrim yuridik amaliyotlarda pensioner maqomi, nogironlik, kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy himoyaga muhtojlik holati davlat boji, maslahat xizmati yoki bepul yuridik yordam olish masalasida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Bu hujjat sizning ijtimoiy holatingizni ko'rsatadigan dalillardan biridir. Masalan, pensioner uyini farzandlaridan biriga hadya qilmoqchi. U notariusga boradi, lekin oqibatini tushunmaydi. Hadya qilgandan keyin uy endi uniki bo'lmay qoladi. Keyin farzand bilan kelishmovchilik chiqsa, pensioner o'z uyida yashash huquqini ham qiyin himoya qiladi. Men bunday holatlarda har doim maslahat beraman. Hech qachon shoshilib uy joyini birovning nomiga o'tkazmang. Avval notariusdan, yuristdan, mahalladagi huquqiy maslahatdan to'liq tushuntirish oling. Agar kerak bo'lsa, shartnomada yashash huquqi, umrbod foydalanish sharti kabi masalalarni muhokama qiling. Pensiya guvohnomasi bu yerda nimaga kerak? Siz pensioner sifatida himoyaga muhtoj toifa bo'lishingiz mumkin. Yuridik maslahat olishda maqomingiz inobatga olinadi. Ayrim bepul maslahat dasturlariga kirishingiz mumkin. Shuningdek, sud yoki idoraga murojaatda ijtimoiy holatingizni tasdiqlovchi hujjat sifatida qo'shiladi. Eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan imkoniyat mana shu. Mahalla, ijtimoiy himoya organlari, tuman hokimligi yoki boshqa tegishli tuzilmalar orqali turli yordamlar bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat yordami, bir martalik moddiy yordam, dori-darmon uchun ko'mak. Nogironligi bor pensioner uchun parvarish xizmati, yolg'iz keksalar uchun uyga borib xizmat ko'rsatish, issiq ovqat, bayramlarda sovg'alar, uy ta'miri bo'yicha yordam va boshqa dasturlar. Ko'pchilik uyalib bormaydi. Men buni tushunaman. Odam umr bo'yi ishlagan, bolalarini katta qilgan, endi yordam so'rash og'ir tuyuladi. Lekin bu tilanchilik emas. Bu davlat va jamiyat tomonidan belgilangan ijtimoiy himoya tizimi. Agar siz haqiqatan ham qiynalayotgan bo'lsangiz, yordam so'rashga haqqingiz bor. Misol, 75 yoshli otaxonning farzandlari boshqa viloyatda, o'z yolg'iz. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi, bozorga borishi qiyin. U mahallaga murojaat qilsa, yolg'iz keksalar ro'yxatiga olinishi, ijtimoiy xodim biriktirilishi yoki kamida holati o'rganilishi mumkin. Bunda pasport, pensiya guvohnomasi, yashash joyi, oila tarkibi, daromad haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Yana bir misol. Pensioner er-xotin bor. Ikkalasi ham dori ichadi. Uyda isitish tizimi nosoz. Ular hech qayerga murojaat qilmaydi, chunki baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Aslida mahalla dalolatnoma tuzib,
Moddiy yordam masalasini komissiyaga kiritishi mumkin. Natija 100% kafolat emas. Lekin murojaat qilinmasa, imkoniyat nolga teng. Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ularning yordamga ehtiyoj ko'proq, lekin murojaat qilish imkoniyati kamroq bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ular faqat pensiya emas, balki reabilitatsiya, parvarish, dori-darmon, texnik vositalar bo'yicha ham qo'shimcha huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa kam pensiya oladiganlar va daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lganlar. To'rtinchi toifa hujjatlari tartibsiz bo'lganlar. Guvohnoma yo'qolgan, pasport muddati, kadastr ro'yxat, bank karta masalasi chalkashlik bo'lsa, imtiyoz olish qiyinlashadi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazalarda to'g'ri bo'lsa, pensiyangiz vaqtida tushayotgan bo'lsa, soliqlar avtomatik imtiyoz bilan hisoblanayotgan bo'lsa, tibbiy va ijtimoiy xizmatlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, vahima qilish shart emas. Lekin baribir yilga bir marta tekshiruv qilib qo'yish foydali. Chunki xato bazada ham bo'lishi mumkin, odamning oilaviy holati ham o'zgaradi, qonunchilik ham yangilanadi. Eng katta tuzoq pensionerman. Demak, hamma narsa bepul deb o'ylash. Yo'q, bunday emas. Pensiya guvohnomasi eshik ochadi, lekin har bir imtiyozning o'z sharti bor. Ba'zisi yoshga bog'liq, ba'zisi nogironlikka, ba'zisi daromadga, ba'zisi yolg'iz yashash holatiga, ba'zisi tibbiy xulosaga bog'liq. Ikkinchi tuzoq faqat og'zaki gapga ishonish. Qo'shnim aytdi, avtobusda biri aytdi, dorixonachi aytdi degan ma'lumotni tekshirmasdan harakat qilmang. Har doim tegishli idora, mahalla, poliklinika, soliq, bank yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlang. Uchinchi tuzoq hujjatlarni vaqtida yangilamaslik. Pensiya guvohnomasi yo'qolsa, yaroqsiz bo'lsa, undagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, qayta rasmiylashtirish kerak. Hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi kabi ma'lumotlarda xato bo'lsa, keyin boshqa idoralarda muammo chiqadi. To'rtinchi nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pensiyangizni oshirib beraman, imtiyoz chiqarib beraman, sanatoriy yo'llanmasini tezlashtiraman deb pul so'raydiganlardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lov bo'lsa kvitansiya bo'ladi. Norasmiy pul berish sizni ham. U odamni ham muammoga olib keladi. Pensiya guvohnomangiz, pasport nusxangiz, bank karta raqamingiz, PIN kod va SMS kodlaringizni begonalarga bermang. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma, kadastr hujjatlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar alohida papkada tursin. Telefoningizda ham asosiy hujjatlarning rasmini saqlang, lekin asl nusxani ehtiyot qiling. Ikkinchi qadam, mahallaga boring. Men pensionerman, mening holatim bo'yicha qanday ijtimoiy yordam va ro'yxatlar mavjud deb so'rang. Agar yolg'iz yashasangiz, buni alohida ayting. Agar dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, kvitansiyalarni ko'rsating. Agar uyda ta'mir, isitish, parvarish muammosi bo'lsa, mahalla dalolatnoma tuzishni so'rang. Uchinchi qadam. Poliklinikaga murojaat qiling. Oilaviy shifokordan mening tashxislarim bo'yicha bepul yoki imtiyozli dori, reabilitatsiya, sanatoriy yo'llanmasi, protez, ortopediya yoki boshqa yordam mavjudmi deb so'rang. Javobni aniq yozdirib oling. Kerak bo'lsa, tibbiy komissiyaga yo'llanma so'rang. To'rtinchi qadam, soliq masalasini tekshiring. Soliq organiga yoki elektron xizmatlarga murojaat qilib, pensioner sifatida mol mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlaringiz bor yo'qligini aniqlang. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, qayta hisob-kitob qilish tartibini so'rang. 5-qadam. Banka boring yoki telefon orqali rasmiy ma'lumot oling. Pensiya kartangiz bo'yicha komissiya bormi? Qaysi bankomatdan bepul yechish mumkin? Karta muddati qachon tugaydi? Ishonchnoma tartibi qanday? Karta yo'qolsa nima qilish kerak? Bularni yozib oling. Farzandlaringizga PIN kodni aytib berish o'rniga qonuniy ishonchnoma yo'lini tanlang. 6-qadam, transport va mahalliy imtiyozlarni tekshiring. Tuman yoki shahar hokimligi, transport boshqarmasi, mahalla yoki davlat xizmatlari markazidan pensionerlar uchun jamoat transporti bo'yicha yengillik bor yo'qligini so'rang. Agar nogironlik bo'lsa, alohida so'rang. Chunki tartib boshqacha bo'lishi mumkin. 7-qadam. Hech narsani og'zaki qoldirmang. Ariza topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydiring yoki elektron ariza raqamini saqlang. Ko'rib chiqamiz degan gap yaxshi, lekin ariza raqami undan ham yaxshi.
Chunki keyin natijani so'rash oson bo'ladi. Bugun men sizga pensiya guvohnomasining 9 ta ko'p odam bilmaydigan imkoniyatini tushuntirdim. Maqomni tasdiqlash, kommunal yordam, tibbiy yengilliklar, sanatoriy yo'llanmalari, transport imkoniyatlari, soliq masalalari, bank xarajatlarini kamaytirish, yuridik himoya va mahalla orqali qo'shimcha ijtimoiy yordam. Eng muhim fikr shuki, pensiya guvohnomasi o'zi pul bermaydi, lekin to'g'ri ishlatilsa sizga tegishli huquqlarni ochib beradi. Iltimos, bu videoni ota-onangizga, bobo-bobongizga, qarindoshlaringizga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensionerlar uchun qanday imtiyozlar bor? Siz qaysi biridan foydalangansiz? Tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda pensiya, ijtimoiy yordam, soliq va hujjatlar bo'yicha yana amaliy, odamga foydasi tegadigan mavzularni tushuntirib boraman.